Azizlar, 13-mart bugun tong saharlabki aeroport Vnukovo holati sizlarga chiroyli ichkari holatni ham yoritib beramiz kengroq va reyslarda hech qanaqa o'zgarish bo'lmabdi. Ya'ni 1 soat, yarim soat bu strashniy holat emas. Kuzatishda davom etinglar. Обязательно like bosib, podpiska bosib qo'yinglar. Bizdan uzoqlashmanglar. Kirdi chiqdi xizmatlarimiz, bezakliklar, chiroyli xizmatlarimiz bor do'stlar. Любой aeroportdan. Vnukovo главный xod kiraverish hech kim yo'q, tog'alar yo'q, chotki hammasi. Va Farg'ona, Vnukovo, Namangan 51 dan to 54-55 gacha ketyapti. O'zbekiston havo yo'llari 23 kilogramm bagaj, qo'llanilgan 8 kg rushnoy qiladi. Like bosib, podpiska bosib qo'ysizlar. Va Farg'ona aviakompaniya YUTER 75 dan 76 gacha bo'lyapti. Rushnoylarga juda ham qattiq ehtiyot bo'ling. Kimda kim bu rushnoyda proyekasini bilsa, kommentariyaga yozib qo'yasizlar degan umiddaman. Passajirlarimiz registratsiya o'tkazdirib, zelenaye zonaga olib kelib qo'yapmiz. Shunga xizmatlar kelsa, bemalol pastki nomerlarga murojaat qilasiz. Saidjonov sizlar uchun xizmatingizda. Va xohlasa bemalol sizlar uchun aeroport, любой aeroportda chiroyli qilib bezda kelmaysiz. Dokumentcha kamchilik bo'lma, aeroportda bo'lmasmi, farqi yo'q. O'zimiz xizmat ko'rsatib boramiz. Aynan rossiyskida reys admin bo'lgan ekan, zadishgan yuter ekan, odamlar to'polon qilyapti. Ikkinchi etaj главный xod, hech kim yo'q, tog'alar yo'q. Do'stlar, yonginasi besplatniy tarozi emas, ya'ni platniy tarozi do'stlar. Platniy tarozi. Saidjonovga qancha miqdorda rubl, qancha miqdorda dollar olib ketamiz degan savol uchun $9,900 olib keta olishingiz mumkin va rublni ham mana shu $9,900 ga moslab olib keta olasiz va bir pachka olib ketishingiz mumkin emas. Ya'ni deklaratsiya kirgizasiz. Agar 9,900 olib ketsangiz, deklaratsiya kirgizmaysiz. Aeroport Vnukovo Prilyot zonada hamma chotki chiqyapti. Shu 5 minut 10 minutda chiqishyapti. Atpechatga yo'q do'stlar.